Da, mana nima uchun olaylik deganimni sababi bitta oyog'imiz shishib, ikkinchisini shishmaganligi bu organlaringizdan emas, pochkadan ham, yurakdan ham emas. Faqatgina tomirlaringizdan bo'ladi. Mana oyog'ingiz ushlab ko'rganingizda o'zingiz issiq bunisi, bunisida qarang sovuq. Da, bir tomonlama shishgan plus otyogingiz qattiq. Bu endi trombni belgisida. Shuning uchun oyog'imiz agar biri shishib ketib, birida bunaqa narsa kuzatilmasa, bilingki bu qon tomir bilan, varikozlaringiz bilan bog'liq bo'lgan narsa bo'ladi. Ikkalasi ham birdan shishi qaysidir organizniki bo'lishi mumkin. Hozir varikozimiz bo'lsa, xavotir olishimiz kerak bo'ladi. Qachon mana siznikidek atyok bo'lsa, qizib ketsa, demak qon aylanishingiz mana shu sohada buzilgan. Bu keyinchalik bosishingizga qiyinlashtiradi, yaralar paydo qilishi mumkin. Hozir endigina boshlangan ekan sizda. Tromblaringiz ham yuzaki tomirlarda. Yuzaki tomirda bo'lganligini buni lecheniya qilsa, davolasa yaxshiroq bo'ladi. Ayniqsa mana homilador bo'lgan ayollarda varikozi katta bo'lsa, qon quyuqlashgani sari tezroq tromb hosil bo'lishiga ehtiyoji borda buni. Bunda sizni yoshingizda kelib chiqishiga ham qon quyuqlashi sabab bo'ladi. Yo harakatingiz reski kam bo'lgan yoki nimadir og'ir narsa ko'targan bo'lishingiz mumkin. Kichikroq trombingiz ko'chib mana shu yerga tiqilgan. Yaqin o'rtada og'ir ko'tarmadim, lekin shishib ketgan bir kunda 8,000, 10,000 yuraman. Ertalab 5, 6, kechqurun ozgina yuraman. Yemirish yo'q, bu ko'rinadi.